Xo'p do'stlar, stream vaqtida ozroq minus bo'ldi. Xo'p, minuslarni qoplaymiz. 3 sekundlik. Короче, bizda 11 sekundlik tayfrim ham bor. 1 sekundlik, 1 minutlik, uzr adashibman, 1 minutlik tayfrim ham bor. Если cho'ga tilni o'zgartirish, ya'ni yangi funksiya. Tilni o'zgartirish va 1 minutlik tayfrem, 1 minutlik signali chiqdi. Tilni o'zgartirishda 3 xil til bor. Xo'p. Ruscha, inglizcha, o'zbekcha, bo'y. Oy bila, 3 sekundga kirmadimi? Ladno endi. 1 minutga savdo qilib yuboribman. Hech qisi yo'q, endi mingdan kiramiz. Keyingi signal. Bo'y. 2000. Olib bermasa bo'lmaydi. Yaxshigina minus bo'ldi-da. Boshidan noto'g'ri kirdik-da, hech qisi yo'q endi. Xo'p, savdo kirdik 2000 bilan. Plus. Xo'p, yana 840 bilan savdoga kiraman. 7 sekund qoldi hisob yopilishiga. Keyingi signal selga. 2000 ni kamaytirgandim, yana 2000 bilan kirib ketdi. Xo'p, 680. Xo'p. Xo'p, ishlash tartibini ko'ryapsizlar. Hozir meni fikrimcha bo'ladi, menga yetadi. Xo'p, minus bo'ldi. Xo'p, $1000 bilan savdoga kiramiz. 7000 dan to'xtatsak ham bo'lar edi. Hech qisi yo'q, mayli, ko'tarib olaylik ozroq. Qancha plus bo'lsa shuncha yaxshi-yu menga. Xo'p, 2-1. $920 bilan savdoga kiramiz. Qaraychi, oxirgi signal. Shundan keyin dal signal beradi bu, prosta yetarli menga. Ham video cho'zilib ketmaydi, ham menga yetadi. Ertaga efir qilamiz, xudo xolasa. Dal qolganini efirda ko'taramiz. Tek 8766. Efir videoni to'xtatamiz, 3 minut bo'ldi. Hammaga sog'lik do'stlar. Agar mana shu bot kerak bo'ladigan bo'lsa, prosta menga yozamiz. Ya'ni nickda exitga yozamiz.